Damas 2026 modeli shahar hayoti uchun juda mos transport vositasi sifatida diqqat markazida turadi va uning ixcham dizayni ko'plab haydovchilar uchun qulaylik yaratadi. Bu avtomobilning tashqi ko'rinishi zamonaviy silliq chiziqlar bilan yaratilgan bo'lib, kichik o'lchamlari uni tor ko'chalarda va shahar markazida harakatlanish uchun juda qulay qiladi. Old faralar va radiator panjarasi yangi uslubda bezatilgan bo'lib, bu avtomobilni ko'chada ajralib turadigan stilga ega qiladi. 2026 Damas barcha yo'l sharoitlarida aniq javob beradigan ustun boshqaruv tizimi bilan jihozlangan va parkovka joylarini topish ham juda oson bo'ladi. Ichki makon funksional va juda qulay qilib yaratilgan bo'lib, haydovchi va yo'lovchilar uchun yetarlicha joy mavjud. O'rindiqlar yuqori sifatli materiallardan tayyorlangan bo'lib, uzoq safarlar davomida ham qulaylikni saqlaydi. Salonda joylashgan panel intuitiv boshqaruv elementlariga ega bo'lib, multimedia tizimi orqali siz Bluetooth orqali telefoningizni ulab sevimli musiqangizni tinglashingiz mumkin. Konditsioner tizimi haroratni istalgan darajada ushlab turadi va sportlar orqali qurilmalarni zaryadlash oson bo'ladi. Bu avtomobil ichidagi har bir detal haydovchi uchun qulaylik yaratishga yo'naltirilgan. 2026 yilgi Damas samarali dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, u past yoqilg'i sarfi va silliq tezlanish orqali kundalik foydalanishda juda tejamkor bo'ladi. Shahar tirbandliklarida ham u oson boshqariladi va tezlikni o'zgartirish aniq amalga oshadi. Avtomatik uzatma qutisi haydovchiga tez va mulohazali boshqaruv imkonini beradi hamda yo'l harakati sharoitiga mos ravishda reaksiya ko'rsatadi. Suspenziya tizimi yo'l notekisliklarini yaxshi yutadi va bu salondagi shovqinni kamaytiradi. Bu esa yo'l bo'ylab safarni yanada yoqimli qiladi. Xavfsizlik bo'yicha Damas 2026 modeli bir qator muhim tizimlar bilan jihozlangan bo'lib, apps va barqarorlik nazorati kabi funksiyalarni o'z ichiga oladi. Old va yon havo yostiqlari haydovchi va yo'lovchilarni himoya qiladi va yo'l harakati xavfsizligini oshiradi. Orqa parkovka datchiklari va orqa kamera haydovchiga to'xtashda yordam beradi va bu tor joylarda juda foydali bo'ladi. Bagaj bo'limi kundalik xaridlar yoki dam olish asboblari uchun yetarlicha joy beradi va orqa o'rindiqlarni buklash orqali yukni ko'proq joylashtirish mumkin. Videoni tomosha qilayotganda barcha xususiyatlarni diqqat bilan ko'rib chiqing va o'zingiz uchun eng to'g'ri qarorni qabul qiling. Agar siz hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, Tarmax kanaliga obuna bo'lishni unutmang, chunki bu yerda sizni avtomobillar haqida foydali ma'lumotlar kutmoqda. Izohlarda o'z fikringizni qoldiring va qaysi model haqida keyingi videoni ko'rmoqchi ekanligingizni ayting. Rahmat tomoshabinlar, do'stlar, salomat bo'ling.